Hop do'stlar, bugungi video Dreamliga Soccer'da hard rejimda bitta match o'ynaymiz va komandamizga ko'rsatib o'taman. Hop bolalar, yangi videolar tez-tez chiqishi uchun kanalimga like, obuna bosinglar. Tezroq obuna, like ko'paytirish kerak. Va o'sha Block Crazy'ning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, video 5 ta like yig'ibdi, o'shani 10 taga yetkazib qo'yamiz. 5 ta obunachi qilsanglar, kanalni darrov qo'yib yuboraman. Hop, match o'ynab bo'ldik. Mana transferdan chiqqan o'yinchilar Zambo Anguissa va Arda Güler. Hop, Bruno Fernandes, Thibaut Courtois, Erling Haaland, Lamine Yamal. Yamal tugashiga 3 minutcha qoldi, 3,5 minutcha qoldi. 3,5 soat demoqchi edim. Uzr, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. 10 minut farq. Hozir tezroq pul yig'ishim kerak. Mana tablitsada agar hozir mabodo o'tkazib qo'yadigan bo'lsa, Rayo Vallecano peshqadam bo'lib ketadi. O'tkazmaslikka harakat qilamiz. Hop. Qanoq qilib hard rejimga o'tkazaman deyotganlar uchun hozir maslahat o'rgataman. Hard rejimga mana bu nastroykani bosasizlar. Shu nastroykani bosib turib, mana bu joyga bosasizlar. Hozirga ko'rsataman. Mana shu joyga bosasizlar. Uzr do'stlar, adashib ketdim-man nimaga? Bunaqa bo'ldi. Uzr. Mana. Mana bu o'sha game degan joyga o'tib turib, mana bu diffuslining to'g'risidagi medium turgan bo'ladi. Bu o'rtacha medium. Hard mana qiyin rejim. Easy yo'q, hard. O'tkazamiz. Komanda qisqacha. Hop, matchni boshlaymiz. Hard rejim. Oh, Nuno Mendes. Has it. Nodded on. Now it's Rafinha. Goal is beckoning. Valverde ehtiyot bo'lish kerak. Xohlasanglar, dalasada 30 ta matchli video chiqarishim mumkin. Bemalol hard 30 ta matchli video. Hamma narsani hardini qilish yoqadi. Menga eng qiyinida o'ynash. 30 ta video qilamiz. 30 ta o'yin match o'ynaymiz. Videoda agar mana shu videoga 15 ta like yig'ib, yana 5 ta obunachi qo'shsak, prosta 30 ta o'yin, 30 ta match bitta videoda bo'ladi. Bu degani sizlarga tashqi yarim soatdan ko'p video olib berishim mumkin agar qo'llab-quvvatlashni davom etsanglar. Block Crazy video zo'r chiqqandi. 620 ta odam ko'rdi. O'shani yanada ko'proq ko'rib, prosmotrlarga yig'ib, like'larni bosib qo'yinglar. Hozir xavfli vaziyat. Hard rejim o'ynashi o'zi ham oson deb o'ylamanglar. Olib qo'ydik. Qarshi hujum. Liam. Gol.
Gol urdik do'stlar. Win this match. No surprise then that they've scored the first goal. Chalg'iymiz. A precise pass. Qizig'i Ajax bilan match. Ajax kuchli klub. Chempionlar Ligasida adashmasam 4 marta yutgandi bu klub. Lekin delisida unchalik ham kuchli emas. Minje wins the ball. Unchalik kuchli bo'lsa kerak, u men fikrimcha kuchli deb We o'ylamayman. see more goals in the second half. Xo'p, ikkinchi time start. Played back. That wasn't a very good pass. Bop. He's up to full Papa. speed now. Ya, bir qizil ham bersa bo'ladi, bemalol. Bu sariq. Showed him a yellow card. He'll have Bu to hakamning qarori. Kim depsin bo'ldi? Sonaviy Fede'ga beramiz. Can a goal come from this chance? Fede. Ayyo. Zarba kuchsiz bolalar, zarba kuchsiz. O'zim sizlarga aytib o'tsam, jamoamdagi eng zo'r jarima zarbasi tepadigan futbolchi Ronaldo edi. Xato. Keyin Palmer bo'ldi, keyin Olise, Rafinha edi. Keyin Olise bo'ldi. Good defending. Fede ham yaxshi. He showed a bit too much to the opposition there. Keyin Oh, confident defending. Xo'p, bolalar. They're winning. Need to defend well here. Here's his chance. Voy. Oh, there's activity on the bench. Likely to see some fresh legs Voy, introduced. bunaqa qilaychi, ana Dembele. This team look eager for more goals. I And it's looking shu qo'lim ketib qoldi-da, bolalar nimagadir. Hayajonmi? a close lead here, but the losing team can still Mashtan pushka bo'ldi. on the attack. Lekin Bappani pushkasi Ronaldo'nikidan kuchli Dremligada. Into a rout. Nimaga? Chunki Bappani zarbasi Dremligada reytingda statistikada 92. Ronaldo'niki 92 mana Rafinha bosh bilan gol. Result beyond doubt. 2-0. Board is up. Kuchli klublardan biri Ajax. Hard rejimda Confident pass. yutyapmiz. Nuno Mendes hayotda adborda olib qo'yishda juda ham zo'r. Azaliy raqib Lamine Yamaldan ko'p olib qo'ygan, lekin Dremligada Comfortable. tackling, ya'ni o'sha adbor statistikasi juda ham past. Yaxshi emas, Bappe 3-0 qilib qo'yishimiz mumkin-di. Bu 2-0 ham yetadi, pashti o'yin tugadi. 3 minut. Sit on. Bo'ldi. Starting, they showed their Hard rejimda yutdi. came away in 2-0 winners. Va bugungi videoni tugatsak ham bo'ladi. Like, obuna, 30 ta matchli video chiqishini xohlasanglar like bosinglar.